Allohim, o'zingga oson. Tez kunlarda g'oyibingdan shunaqangi fayzli, oppoqqina, ko'rkamgina o'zining 99 ta ismi azaming yozilgan namozxonalari bor, barcha sharoitlari va ko'rkam jihozlariga ega bo'lgan hovli bergan va shu uyda farzandlarim, yaqinlarim bilan o'ynab kulib, toat ibodatda yolg'iz o'zingga shukronalar etib, baxtli yashashlikni nasib qilgan. Izohlarda qoldirilgan bir o'zbek ayolining mana shu gaplari har bitta qalbga yetib boradi. Chin yurakdan so'raganga Alloh ham ol qo'lini deb berib yuboradi inshaalloh. Allohim hammalarga mana shunaqangi chiroyli xonadonlar nasib etsin deya mana shu chiroyli hovlimizni ko'rsatyapmiz. Chilonzor tumani Qozirobod mahallada 365 sotuda 7 ta xona qilib qurilgan ekan. Bekam ko'zgina orzu havasli xonadon. Ichida hamma mebel texnikalar chiroyli jihozlangan, mana shunaqangi oshxonalariga ega, hovlisiga qaragan panorama oynalari, mazza qilib kirib yashaydigan holatda ekan. Podsvetka zinalarimiz orqali ikkinchi qavatga chiqqanimizda ham bizni hol kutib oladi. Ikkinchi qavatda o'zida 5 ta xonamiz, undan tashqari katta podval qismlariga ham ega. Bu tomonda mini mehmonxonamiz bor, erkak ayollar alohida o'tirish uchun mehmonxonaga ajratsanglar bo'ladi. Bu tomonda farzandinglarga mana shunaqangi chiroyli bir yotoqxonalar qilib bersanglar bo'lar ekan. Bu tomonda bo'lsa umumiy sanuzellarimiz bor. Yaxshi niyatda menga ham shunaqangi chiroyli va katta hovlilar nasib qilsa, oilam katta, mazza qilib oilam bilan, aka-ukalarim, ota-onam bilan birgalikda mazza qilib yashaylik deb yaxshi niyatda like bosib qo'yinglar. Necha yillik mehnat va tinimsiz duolar ortidan inshaalloh siz ham shunaqangi hovli egasi bo'lasiz.